Baş he. Oğlan mı he? Her çaktı Hasan'ni, işip çıktı yüzleri. Hepip çıktı Hasan'ni, qarg'ib oldi kezleri. Dadam dixan ya deriydi, men agash kuchi. Ani qarang, etizliqda ketmanning kuchi. Haga shim qo'shilsa Haşim buludu. He aha şe işi meşim Haşim. Huğa run koşulsa hurun buludu. He uhu re uru nerun hurun. Mihqa man qo'shilsa mehmon buludu. Me e me he meh me ama neman mehmon. Bağa har qo'shilsa bahar buludu. Be aba he aha re har bahar. Mehqa nat qo'shilsa mehnat buludu. Me e me he meh ne ana tenat mehnat. He aha se asa ne sen Hasan. He ühü se asa ne sen Hüsen. He aha re ara hara ta re te tar te iti tartti. Hasan, Hüsen, Hara, tartti. Qo'shkezakning bir kuni. Bizda mundaq bir maqol bor. Ajr qilsang mehnat topasan. Balalar, ishchan, chidamli bo'linglar. Hargiz o'rin bo'lib qolmanglar, harakatda barakat. Bu jafo chekmay halovat ko'ngil bo'lmaydiganligini bildirdi. Dada, nasihatingizni cho'qim esimizda saqlaymiz. Dada, o yerga qachon yetib boramiz? Hozirlar. Balalar, tez ishlanglar. Yana texe bu yog'ochlarni uyga oldirgan gap. Cho'qim bo'la, aka, men bak yurib ketdim. Men bugun bolalar bilan daryo bo'yida o'ynamoqchi edim. Hey, bu balınıza qachonmi gapinglar? Balalar, uyga borgandan keyin ozroq damayli bilib, hisobdan bergan topshiriqlarni ishlab olinglar. Yog'ochlarni kechda uyga kelib olamiz. Bo'ladi, dada. Oy, o'ynab oladigan bo'ldim. Qani, ağaç o'ltiringlar. Hanifa, ağaç o'ltiring. Dadasi uyga kirsilar, uyda mehmon bor. Har as Hasan bilan Hüsen ko'rinmaydi-ku, ular qiladigan ozroq ish bor edi. Hasan bilan Hüsen har tatib berib ketdi. Ular birdam aram elib olsin. Halqonga tushib qolay debdi. O'ngshi bilinglar. Appa! Ha, appa! Harcha qoldi. Her bacayla oynamasang bo'lmamdi. Qayerda o'ynaganding? Qo'lda o'ynayotgandim, bilmay qopdim men. O yerda har o'zi borgan birdan dilim meni qarshi oldi. Har chaqqa yerlaringga malham surib qo'yay. 1-2 kunda o'ngshilib qolasan. Bundan keyin har bajayga hargiz borma. Har qanday ishda akangdan o'rgangina bo'lam.